Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Yosh iqtidor egalari uchun tanqidiy fikrlash kitobidan birinchi mavzu tanqidiy fikrlashga kirish, fikrlar tahlili mavzusi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Birinchi fikr. Sog'lom bo'lish uchun muntazam sport bilan shug'ullanish kerak. Bu yerda kerak so'zi zarur so'ziga sinonim bo'lyapti. Masalan, men o'qishim uchun kitob kerak, men o'qishim uchun kitob zarur. Ikkalasini ma'nosi bir xilmi? Demak, kerak teng bo'lyapti zarurga. Endi gapimizni ikki qismga ajratib olamiz. Ya'ni birinchi qism sog'lom bo'lish, ikkinchi qism esa muntazam sport bilan shug'ullanish. Bu yerda kerak, zarur so'zi kelganda natijani bilib olishimiz kerak. Ya'ni muntazam sport bilan shug'ullanmasa aniq sog'lom bo'lmaydi degani. Masalan, quyidagi misol orqali ko'rsak, Asadbek muntazam sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'ldi. Asilbek muntazam sport bilan shug'ullandi, lekin sog'lom bo'lmay qoldi. Bu bo'lishi mumkin. Ya'ni sport bilan shug'ullanish ikki xil natijaga olib kelyapti. Birinchisi sog'lom bo'lish, ikkinchisi sog'lom bo'lmaslik. Lekin muntazam sport bilan shug'ullanmasa aniq sog'lom bo'lmaydi. Bu kerak bo'lganda, masalan, men o'qishim uchun kitob kerak, kitobim bo'lsa o'qishim mumkin, o'qimasligim mumkin. Lekin kitobim yo'q bo'lsa o'qiymanmi? Yo'q, aniq o'qimayman. Endi buni formulasini birga tuzib chiqamiz. Formulasi zaruriylikda. Birinchi gapimizga qaraymiz. Asadbek muntazam sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'ldi. Muntazam sport bilan shug'ullanganini plus desak, natijasi nima bo'lyapti? Sog'lom bo'lyapti, ya'ni plus bo'lyapti. Ikkinchi gapga qaraymiz. Asilbek muntazam sport bilan shug'ullandi, ya'ni plus bo'ldi. Natijada nima bo'ldi? Sog'lom bo'lmadi. Ikki xil natijaga olib kelyapti mana. Uchinchisi, muntazam sport bilan shug'ullanmasa aniq sog'lom bo'lmaydi. Muntazam sport bilan shug'ullanmadimi? Minus bo'ldi. Natijasi nima bo'ldi? Sog'lom bo'lmadi, minusga olib keldi. Quyidagi fikrlarni o'qiymiz. Muntazam sport bilan shug'ullanmasdan sog'lom bo'lish mumkinmi? Sport bilan shug'ullanmasa aniq sog'lom bo'lmayotdimi? Demak, birinchisiga yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, sog'lom bo'lish uchun faqatgina muntazam sport bilan shug'ullanish kerak deb xulosa qila olamizmi? Sport bilan shug'ullansa sog'lom bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkinmi? Aniqlay olmaymizmi? Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom kishilar deb xulosa qila olamizmi? Sport bilan shug'ullanish ikki xil natijaga olib kelyaptimi? Bu yerda sog'lom kishilar deyapti. Aniqlay olmaymizmi? Yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Anora muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, demak u sog'lom bo'la olmaydi. Sport bilan shug'ullanmaslik sog'lom bo'lmaslikka olib kelayotdimi? Demak, buni olishimiz mumkin. Ha. Keyingisi, Sanjar muntazam sport bilan shug'ullanadi, demak u sog'lom bo'ladi. Sport bilan shug'ullanish ikki xil natijaga olib kelardi. Demak, buni aniqlay olmaymizmi? Demak, yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, qizlar sportni yoqtirmaydi, shuning uchun ular o'g'il bolalarga qaraganda kuchsizroq. Bunaqa gaplar kelganda, bizni fikrimizda qizlar haqida, bolalar haqida gap ketgani yo'q, ikkalasi solishtirilgani yo'q. Xuddi biz bog'dan kelsak, bular tog'dan kelib bolayotgandaqa bo'lyaptimi? Demak, buni ham ololmaymiz, yo'q deymiz. Keyingisi, Nodir Kamolga qaraganda ko'proq sport bilan shug'ullanadi, demak, Nodir Kamoldan sog'lomroq yoki kuchliroq. Biz ikkalasini taqqoslaganimiz yo'q. Bizga taqqoslash kelmayapti. Xuddi S'ga o'xshab buni ham ololmaymiz. Keyingisi, quyidagi savollarga javob bering. Sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi deb xulosa qila olamizmi? Sog'lom kishi aniq sport bilan shug'ullangan bo'ladimi? Demak, buni olishimiz mumkin. Keyingisi, sog'lom bo'lmagan kishilar muntazam sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Sport bilan shug'ullanmagandan keyin sog'lom bo'lmaydimi?
bo'lmaydi, lekin sport bilan shug'ullanib turib ham sog'lom bo'lmasligi mumkin-ku. Aniqlab bo'lmaydimi? Bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Begizod sog'lom, demak u muntazam sport bilan shug'ullanadi. Sog'lom bo'lsa, aniq sport bilan shug'ullangan bo'ladimi? Ha, bunga ha deb javob beramiz. Keyingisi, faqatgina sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi. Sport bilan shug'ullangan odam sog'lom bo'ladimi doim? Yo'q. Demak, bunga ham aniqlab bo'lmaydi. Keyingisi, Bahodir sog'lom emas, demak u muntazam sport bilan shug'ullanmaydi. Muntazam sport bilan shug'ullansa ham sog'lom bo'lmasligi mumkin-ku. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, muntazam sport bilan shug'ullana olish uchun sog'lom bo'lish kerak. Muntazam sport bilan shug'ullanish uchun sog'lom bo'lish kerak. Sog'lom bo'lmasa ham muntazam sport bilan shug'ullanish mumkin-ku. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, sport turlari orasida futbol eng yaxshisi, shuning uchun futbolchilar boshqalarga qaraganda sog'lomroq bo'ladi. Biz futbol haqida gaplashdikmi? Yo'q, gapirmadik. Sportni boshqa turlari bo'yicha ham gapirmadik. Aniqlab bo'lmaydimi? Bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, sog'lom bo'lish uchun sportning yengil atletika turi bilan shug'ullanish kerak. Biz yengil atletika haqida gaplashganimiz yo'q. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Demak, boshladik. Ikkinchi fikr, muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom bo'ladi. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Bu yerda ham xuddi shunaqa gapimizni ikkita sodda qismga bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi qism muntazam sport bilan shug'ullanish, ikkinchi qism esa sog'lom bo'lish. Yana sabab sport bilan shug'ullanish bo'lyapti, natija esa sog'lom bo'lishga olib kelyapti. Mana buni quyida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yetarlilik degan narsa keladi. Endi yana o'sha sababdan natija kelib chiqyapti. Endi formulada ozgina o'zgarish bo'ladi. Masalan, kitobim bor, aniq o'qiyman. Uje kitobim keldimi, 100% o'qiyman degani. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Sport bilan shug'ullanish sog'lom bo'lishga olib keladi. Sport bilan shug'ullandimi, bo'ldi, sog'lom bo'ladi degani. Endi bu quyidagi gapga qaytamiz. Meni kitobim bo'lsa bo'ldi, o'qiyman. Kitobim bo'lmasa ham o'qishim mumkin. Kitobim bo'lmasa o'qimasligim ham mumkin. Bu masalani formulada ko'rishimiz mumkin. Kitobim bor, aniq o'qiyman, ya'ni sabab plus bo'lyapti, kitobim bor bo'lyapti, natija ham plusga olib kelyapti, kitob o'qiyapman. Ikkinchisida kitobim bo'lmasa ham o'qishim mumkin. Ya'ni sabab minus bo'lsa ham natija plus bo'lishi mumkin. Va uchinchisida endi kitobim bo'lmasa aniq o'qimayman, minus bo'lyapti. Quyidagi savollarga javob bering. Sog'lom bo'lish uchun faqatgina muntazam sport bilan shug'ullanish kerak deb xulosa qila olamizmi? Sog'lom bo'lish bu sababmidi, natijamidi? Tepaga qaraymiz. Sog'lom bo'lish natija. Demak, muntazam sport bilan shug'ullanish sog'lom bo'lishga olib keladimi? Sport bilan shug'ullanmasak ham sog'lom bo'lishimiz mumkinmi? Demak, bunga yo'q degan javobni olamiz. Ikkinchisi, muntazam sport bilan shug'ullanmaydigan kishilar sog'lom bo'la olmaydi deb xulosa qila olamizmi? Sport bilan shug'ullanish sababmidi? Muntazam sport bilan shug'ullanmasak, natijamiz ikki xil bo'lishi mumkin. Sog'lom bo'lishimiz yo bo'lmasligimiz mumkin. Demak, buni ham aniqlay olmaymizmi? Yo'q deb javob beramiz. Uchinchisi, sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi deb xulosa qila olamizmi? Sog'lom kishi natija edi. Uni sport bilan shug'ullanadi deb ayta olamizmi? Yo'q, sport bilan shug'ullanmasa ham sog'lom bo'lishi mumkin boshqa yo'llar bilan. Demak, bunga ham yo'q degan javob olamiz. To'rtinchisi, nosog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Nosog'lom kishilar, ya'ni natija minus bo'lyapti.
Sabab esa sport bilan shug'ullanadi deb xulosa qila olamizmi? Sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Ha, bu bo'lishi mumkin. Endi keyingi misolga o'tamiz. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. A'si. Sardor muntazam sport bilan shug'ullanadi, demak u sog'lom bo'ladi. Sport bilan shug'ullanish sababida aniq sog'lom bo'larmidi? Demak bunga ha deb javob beramiz. Ikkinchisi, Shahruza muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, demak u sog'lom bo'la olmaydi. Sport bilan shug'ullanmaslik ikki xil natijaga olib kelardi, demak bunga yo'q deb javob beramiz. Bekzod sog'lom, demak u muntazam sport bilan shug'ullanadi. Sport bilan shug'ullanadi, bu sababida, sog'lom bo'lish esa natija edi. Buni ham aniqlay olmaymizmi? Demak, yo'q deb javob beramiz. To'rtinchisi, Malika sog'lom emas, demak u muntazam sport bilan shug'ullanmaydi. Sog'lom emasligi natija edi, natija minus bo'lyapti. Demak, sabab ham sport bilan shug'ullanmaydi, minus bo'ladi. Bunga ham ha deb javob beramiz. Keyingisi, sog'lom kishilarda bo'sh vaqt yo'q, chunki ular muntazam sport bilan shug'ullanadi. Biz hali sog'lom kishilarda vaqti haqida gapirganimiz yo'q, demak bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, tez yugura olmaydigan kishilar sog'lom emas. Biz fikrimizda kishilarda tez yugurishi yoki yugurmasligi haqida gapirganimiz yo'qmi? Demak, yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, Sardor Nodirdan ko'proq vaqt davomida sport bilan shug'ullanadi, demak, Sardor Nodirdan sog'lomroq. Ikkalasini bu yerda taqqoslab qo'yyaptimi? Taqqoslayotganimizda ham biz uni aniqlay olmaymiz, demak, yo'q deb javob beramiz.